Lekin biz yutdik bo'ldi, biz zo'r desalar bo'ldi, to'g'rimi? Mana, mana. Sichqon bor ekan, sichqon. Sichqon tuynukdan qarab tursa paket. Oh debdi, bugun debdi zo'r narsalar yeymiz shekilli. Uvoq tushsa olib kelib yeyman deb qarab tursa, paketni bitta ochsa, paketda qopqon bor emish. Qopqon. Eyvoh debdi. Keyin yugurib borib xo'rozga aytibdiki, menga qara debdi, uyda qopqon bor debdi. Esa xo'roz sichqonga qarab, nima qilay debdi. Qopqon bo'lsa, meni problemam emas u debdi. Menga uni zarari yo'q-ku debdi. Esa eyvoh debdi, sen tovuq miya bilan nimani hal qilamanman deb o'g'liga kirsa, qo'y turgan ekan. Qo'yga qarab, "Qo'y" debdi. Uyda qopqon bor debdi. Esa qo'y unga qarab, "Yuvosh bo'lsan, qo'y og'zidan cho'pak olmaydigan qo'y bo'lsam, menga qopqonning nima aloqasi bor? Tashvish qilsang, sen qilaver tashvishni. Senga problema bo'ladi, menga nima uning problemasi bor?" Esa debdi-da, bu qo'y bilan ham gaplashib bo'lmaydi shekilli deb borib molga aytibdi, molga. "Yo, mol" debdi, ha? Uyda qopqon bor. Esa molda qarab turganimish. Molda tabiat shunaqa-yu. Mollar bo'ladi-yu, mollar. Unga gap gapirasiz, molda qarab turaveradi. Keyin "Hoy, qopqon bor uyda" desa, yana molda qarab turibdi, ketib yuboribdi. Indamasdan, sichqon gapini nima deyapsan u? Sichqon debdi-da. Bularga gap qiziq yo'q shekilli. Endi boshqa kelgan kun ko'radi deb sekin bekinib uyga kirib olibdi, xullas teshigiga. Kirib olib, ozgina ko'zi ilingan ekan, taraq deyu ko'cha. Ozgina jim turib kimdirdan "Voydod" degan ovoz chiqibdi. Tiynidan qarasa, haligi qopqonga ilon dumi bilan ilingan ekan. Keyin u jon havlida sakrab, xo'jayin uyi egasini oyog'ini chaqibdi. Oyog'ini chaqib olgandan keyin u dod deb yiqilib, to'polon. Uyi egasi ham qopqonni sichqonga deb qo'ygan u, ilondan bexabar bo'lgan. Ilon yuribdi ichkarida. Yotib qopti xullas. Yotib qolib, endi shu ilonni zahri ta'sirida qattiq issig'i chiqib, juda qiynalgan ekan. Uyi egalari nariga ayoli aytibdiki, "Bu erimni tuzatmasak bo'lmaydi, bunga" debdi, "sho'rva qilib berish kerak" deb borib tovuqxonaga borib xo'rozni so'yibdi. Xo'rozni so'yib, sho'rva qilib ichiribdi. Tuzalmasimish. Mahalla ko'y eshitgan, u yoq bu yoqdan odamlar kelib, ko'pchilik ziyoratga kelgan, uni holini havol olgan. Xullas u ko'chaga chiqa olmaydi, ovqat qilish kerak. Nima qilamiz? Qo'yni so'y debdi. Chiqib borib qo'yni so'yishibdi. Mehmonlarga ovqatni yedirishibdi. Lekin anavi odam tuzalmabdi. O'libdi. O'lgandan keyin 3 kundan keyin hudaya qilamiz deb haligi molni ham so'yishibdi. Moldek qarab turgan mol bor-ku, uni ham so'yishibdi. Shu bilan oila parokanda bo'libdi. Haligi odam o'lgandan keyin o'tdagi ayol boshqa eriga tegib ketibdi. U o'y qarovsiz qolib ketibdi. U o'y parokanda bo'libdi. Ha, eshityapman. Sichqonga nima bo'libdi deyapsiz. Sichqon chiqib aytibdiki, "Ey, men qopqon bor dedim-a sizlarga. Sizlarga o ichimizda qopqon bor dedimmi? Birortanglar quloq solmadinglar menga. Endi boshinglarga xo'rozni kuni keldi. Boshinglarga qo'yni kuni keldi. Boshinglarga molni kuni kelgandan keyin endi meni so'rayapsizlarmi? Ha? O boshida eshitmadinglarmi? Men nima degandim? Deyamish.
hozir ham aytayotgan emish. O'sha sichqon men nima degandim deyotgan emish. Moldek qarab o'tirganlar bor.